Alaykum. Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bugun hafta kuniga seshanba 11-mart 2025-yil. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkani boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. 9 bosh yaxshi boqadigan xonojin keldi. Hozir ularning video obzorini qilib beramiz. Demak, biz boshladik. Videolarimiz boshida eslatib o'tamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa, bittadan like bosib, kanalimiz rivojini podдержка qilib turasizlar. Hurmatli YouTube ishqibozlari, kanalimizda yangi bo'lsalaring, ekranlaringning o'ng tomonida obuna tugmachasini bosib qo'ysalaring, shunda biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar. Chorva qiziqadigan do'st birodarlarga podeliska qilishni unutmanglar. Demak, boshladik. 7 ishchi sog'liklari yaxshi sinovdan o'tdi. Mana bu uchalasi 1.5 plus bo'y basti. Oyoq qo'llari ham boshqacha. Bozorga chiqib yurgan insonlar bo'lsa bilib turishibdi. Narx-navolar kundan kunga qo'shilib bormoqda. Bundan bu yog'i pasaymasa kerak, yana bilmadik. Oldi tomondan ko'rinishi hammasi zo'r ekan. Xohlasa boqaman degan odam bitta qo'ra qilib mana shu 7 talovini tashab, 6 talovini tashab qo'ysa zo'r. Oyoq qo'llarni ko'rib turibsizlar. Demak, uchtasi 1.5 plus bular. Mana bu ikkalasi 1 plusdan, mana bu 90. Bu ham olsa boqadigan xonojin. Videolarimizni muntazam kuzatib borayotgan odamlar bo'lsa bilishadi. Narxlarda ata yo'lida qo'yapmiz. Bular faqat kanal rivoji uchun. Bozorlarda oshirib balandroq sotilyapti. Chunki videoni ko'rib, uyimizga kelib kuzatib, ertasiga bozorga borganlar ham o'zlari ko'rishdi ko'zlari bilan. Uyda aytilgan, kanalda aytilgan narxlardan bozorda oshiqroq sotilyapti. Bayda yo'lida qilib aytilyapti, nimagaki kanalimiz rivoji uchun. Allohga shukr ming martadan kundan kunga obunachilarimiz ko'payib bormoqda. Barchasi sizlar bilan podдержка qilib turibsizlar, rahmat. Like bosib, bunaqa jo'natib podeliska qilib turibsizlar. Shuning uchun kundan kunga obunachilarimiz soni o'sib bormoqda. Allohga shukr. Narx-navolari ham yo'lida, xudo xolasa yaxshi. Mana shunimizni 6.300.000 so'mga qilib beramiz. Bo'ylari 90 sm. Bularning barchasini vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. 6.300.000 so'mga qilib beramiz. Dastlabkasi ichida. Mana bu ikkalasini mana ko'rib turibsizlar. Bo'ylari 1 plus. Olsa boqadigan oyoq qo'llari ham boshqacha narsalar. Bularning ikkalasini 7.200.000 so'mdan qilib beramiz. Ikkita kattarog'i bor, ularni ham videoni oxirida obzorini qilib beramiz. 7.200.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu uchalasi mana ko'rib turibsizlar, bular ham zo'r. Qiziqqan aloqaga chiqasizlar. 8.200.000 so'mdan dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Voy bastilar, oldi tomondan ko'rinishi. Sigir qilib olaman degan odam olsa ham bo'laveradi bularni. Zo'r ekan haqiqat. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Yemlaydiganini ko'rsat deb bir akamiz kommentariya yozdilar. Aka, yemlaydigan varianti ham kelsa ko'rsatib o'tyapmiz. Kecha kuni ko'rsatdik, sotildi. Uydan sotdik, xudo xolasa yaxshi. Ekkurak qurvolliqqa boqaman deganlar uchun videosini chiqardik. Sirazi kelib olib ketishdi shahardan. Mana o'zimizni Lola tomonidan dastlabkasini qilib berdik.
Shimolan o'ta boshqacha narsa. Charchaqliq qilib turibdi, lekin zo'r. Xohlasa kamchiliklari yo'q. 6.300.000 so'm eslaringda qolsin. Yana bir bora eslatib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni rivoji uchun podpishka turasizlar. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqa chiqaverasizlar. Telegramlarimiz bor. Videosini qilib bering desalarni qilib beraveramiz bemalol. Hozir ikkita kattarog'ini ko'rsatib o'tamiz. Boqadigan ular sal bulardan bo'ydasti balandroq. Ular yemga boqadigan. Ko'rsatib o'tamiz ularni ham. Tomosha qilasiz. Hurmatli YouTube ishqibozlari, nega aytib o'tilgan kattaroq himoyajinimiz. Bo'ylari birdan baland, ya'ni buni o'lchamadik. Ikkalasi ham birdan baland bo'lsa kerak. 9.200.000 so'm qilib beramiz mana buni. Yer ishtilari zo'r ekan bu ham haqiqiy polvon, yem yeb turgan, kepak yeb turgan mol ekan. E'tiborlari joyida, orqalari ham butun. Mana bunisi 8.250.000 so'm, 8.200.000 so'm bunisi. Bu ham zo'r yer ekan janob. Qiziqqanlar aloqa chiqaverasizlar. Yemlab boqib turaman deydi odam bo'lsa aloqa chiqsa mana shu vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Shuning bilan video syomkamiz nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik siz va bizlarga nasib qilsin. Oilalaringizga fayz va baraka tilab qolamiz. Tutayotgan ro'zalaringizni Alloh taolo o'z dargohida qabul qilsin. Alloh o'zi sabr qanoat bersin. Doim yaxshi kunlarda uchrashlik siz va bizlarga nasib qilsin. Videolarimiz so'ngida eslatib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni podpishka turasizlar. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling.